Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men o'sha Ramzes gamer bo'laman. Do'stlar, bu videoda biz Green'ni bir o'yinni o'ynaymiz. Qanunda video roligimizni boshladik. Hop, давайте continue. Ketdik. Men bu o'yinda unaqa yaxshi tushunmayman-u, lekin mashinada qochishga harakat qilib ko'ramiz. Yoki eshikda qaysi bir narsalar ko'proq chiqsa, o'shanda menimcha mashinaniki ko'proq chiqadi deb o'ylayman. Mashinani qismlarini yig'amiz, давайте do'stlar. Birinchi kun. Xo'sh. O'zim xonimda barishdan so'nmaydi. Xola, qayerdasiz? Hojatxonani ko'raylikchi. Kalitmi bularda? Nimani kaliti edi? Mashinani kaliti. Ketdik pastga. Past bo'lmasa bo'ldi. Sekin o'tib olamiz. Podvalda emas, menimcha xola kalitni mashinaga tiqib, mashinani o'zi qatiga tiqardi, men mashinaga menimcha. Bu yoqda ham kalit bor, weapon kalit. Nimaniki edi do'stlar? Cho'tta eslolmayman-da. Hozir 2 minut eslab olish. Shunda bu yoqda. Bu yoqqa hech narsa qo'yilmaydi. Mana shu tursin. Ungacha biz bu narsalarni yig'ib olaylik. Akkumulyator nima deyiladi? Dvigatel. Xullas, mana shu narsa mashinaniki. Cho'ta narsalar tez chiqyapti, lekin oxirga borib sekinlashib qoladi. Do'stlar, xolani mamika qamaymizmi? Давайте. Bu boshqasi. Mana nima narsa? Sutunmi? Nimanidir tashlab yuborish kerak, mana shu yerga qamaymiz xolani. Mana bu narsa. Mashina tashlaylik. Alla ko'rmay qolman. O'sha 2-kun do'stlar. Shu xola ham bir bildirmasdan kelib qoladi. Просто men ovozini eshitmayman-da, uncha. O'yinda ovozi pastroq. Agar o'yinda ovozini ko'tarsam, sizlarga men ovozim yaxshi yetib bormasligi mumkin. Shuning uchun o'zim ovozimni past qilib o'ynayman. Davay, baribir qamaymiz xolani, birinchi qamab olaylik keyin. Do'stlar, kanalimizning 99% dan ko'proq odam obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Buni to'g'rilash uchun albatta pastga tushib obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. O'z qilishmasaga yo'q. Xola keling. Xola qattandir sezib qoldi bo'yi. Hozir baribir qamaymiz mana shu yerga. Tasham. Endi o'zimiz mashinaga kirib olamiz. Orqaga qarab turamiz, давайте. Ko'rinmayapti cho'ta. Xola o'lib qoldimi? Nima kelmayapti? Tashladim-ku. Xola keling endi. Davay. Got do'stlar. Davay, sekin chiqib kiring. Qani, kirdimi? Yo, beshikda. Chiqa olmaysan, xola. Yepli. Chiqib keldi. Yo, men ana naryoqdagi narsani bosib qo'yish kerak edi, menimcha. Shuning uchun chiqib keldi bu xola. Mayli, to'xtatib oshxonani ko'raylikchi. Mana tarvuz как раз kerak. Tarvuzdan nima chiqar ekan do'stlar? Mana shundan o'tib olamiz. Sekin. Voy, bismillah. Bo'ldi. Ketdik-da, tarvuzni ochib ko'ramiz. Xo'sh. Kalit. Master kalit. Bu ham bir. Xullas, men do'stlar kalitlarni anaqa nomini hozir bilib beraman sizlarga. Kalitlar nomini yaxshi bilmayman. Xullas do'stlar, bu kalitni men bilib oldim. Master kalit anaqa ekan. Oxirgi eshikni ochish uchun ekan. O'shanga boramiz, ocha olamiz. Xo'p do'stlar, unda sekin masjidga kirib, anaqa katta oxirdagi eshik. Men bu kalit bo'lsa qanaqadir bu qurollarni ekan. Bu yoqdagi oxirdagi eshik dedi-yu. Bu emas, anaqa eshikda edi menimcha. Narigi eshikdagi ekan. Oxirgi eshik deb eshitdim men.
Ya xola qoch qayta. Ha, qoch. Qodir Ali. Kel. Mana shuna qochamiz. Xola kelib qolmasa bo'ldi. Davay, mana shu Mamit chiqib ketamiz. Ya bu yoqdiki, Mamit. Ye? O'zi qanaqa kalit edi? To'xtanglar, master kalit. Bo'p, mashq tashlab turaylik. Keyin bilib olamiz ungacha. Mana bu joylarni ko'rib chiqaylik. Nima bor ekan? Xo'p, mana bu yerda kitob bor ekan. O'zi kitob har doim mana shu atrofda turadi. Qo'la kelmadim. Yaxshi. Bu anaqaniki, mashinaniki pastga tush. Xola podvalda emasmidi o'zi? Sekin tushamiz. Yaxshi. Yo'q menimcha. Davay. Podvalda yo'q mashinani. Bu kalitlar mana buniki. Bu mashinaniki. Yaxshi. Masjidga chiqardi. Adashmasam da to'g'ri. Bu kalitni ham bir qayergadir olib borish kerak. Qaysidir bir joyda. Masjidga ekan. Yo'q, bu seyf ekan. Hop, men boshqa narsa qoch. Mana shu tomonda dedim, menimcha do'stlar. Bu yoqda boshqa narsa bilan ochiladi-da, kalit bilan emas. Mana shundan kiradimi ekan? Qidirib ko'raylikchi, hozircha och. Sekin mana shu och. Yo, pastdagi xonaniki ekan. Mana shu o'zi qurolxonami? Voy, Mamit kim ekan? Bu yoq emas-ku. Bo'pti, davay ketdik. Bu yoqqa bolg'a kelayotsak. Mana nima? Bu. Mayli, kerak emas menga. Yo, xola keldi. Qoch, xola boring. Kelmang bu yoqqa. Yashirinamiz. Ko'rmaydi. Sekin Mamitni o'tgan vaqt biz orqasidan qochib ketamiz. Ideya zo'rmi? Zo'r reja tuzib qo'ydim. Biz ko'rmasa yaxshi edi-yu. Kelib qolsa deyman-da. O'tiramiz. Bu qaraydi, tepamizga yo'q ekan deydi, pastga qaramaydi. Yaxshi, ma'mur qaraydi. Mayli. Do'stlar, sizlar shu joyda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu nima narsa ekan-a? Do'stlar, Mamitga qaranglar, qopqon qo'yib ketibdi. Nima bu qurumsoq ishtasi yo'q? Mamit kim ekan-a yoki? Ya, masjidga ekan bu. Qurol deganda arbaletni nazar tutgan. Miltiq o'zi yig'iladi-yu. Xola, endi xoladan qo'rqmaymiz. Kelavering. Davay keling. Qanisiz? Xola. Vay. Endi kelsin, davay keling. Bitta otib yo'q qo'yamiz. Ya. Kelavering. Keng. Chup. Nima bo'ldi? Qani o'qim berayman. Ol. Endi bemalol ishimiz bitsa bo'ladi. Buni hozirchaga qayerga masjidga qo'yib ketamiz. Kerak bo'lsa olib turamiz. Zamitlarni tezroq tekshirib chiqaylik. Yo'q hech narsa. Mayli. Bu yoqda Mamitda anaqa bor ekan. Bir balon qilgich. Mana shu narsani ham olamiz, hozir kerak bizga. Pastga tushiramiz. Pastda bir allambalo narsalarni ochardi-da, shuni. Men buni ham nima qilaman ekan? Bunga kerak emas ekan. Bilmayman-da, nima qilay do'stlar. Mamitdagi nima ekan? Bu yoqdagi boshqa-yu. Men to'g'risi bo'lsa bilmayman deb o'yinda unaqa. Professional emasman. Do'stlar, bildim, mana bu narsa nimaga kerakligini, mashinadagi gaykalarni ochishga kerak bo'lar ekan. Mana shu yerdagilar bo'lsa kerak. Hal qo'ymadim-ku. Qo'ygandan keyin xullas kerak bo'lar ekan bu. Mana shu yerga qo'yib tashlaymiz. Turamiz deganim. Necha tepaga chiqib, ozgincha sayr qilib kelamiz. Sekin xolani yaxshi yo'qmi deyman.
Mana shu yerdan o'tsam har doim mana shu yeringni uradi bor-ku. Ochib ko'ramiz, nimadir bor? Yo'q. Xolayam yo'q. Hozircha. Nima? Biz ana tepadagi narsa kerak edi. Arbaletni olib mana tushirishimiz kerak. Ketdik. Qani arbalet. Arbaletni o'zi bu bilmayman men nimaligini bu. Arbalet deb yuribman. Birinchi xolani o'ldiramiz, keyin uni tushiramiz. Yo'q, birinchi tushirib keyin o'ldiramiz. Mo'ljalga ol. O't och. Yaxshi. Qo'li eshitmagan bo'lsa bo'ldi. Ol. Ketdik. Bu ham bir buni nimaga kerak edi bu o'zi? Mana shu ochishga kerak menimcha. Menimcha domla. Ha, shu yerga ekan. To'g'ri topibman do'stlar, adashmayman. Bu nima? Safety kaliti. Safe'dan hozir bizaga bir ilm bilan narsalar berib tashlasa kerak. Do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar, do'stlarim. Ochamiz. Xo'sh. Bu bilan biz nimaga kesamiz? Nima qilamiz? Zamlik kesamiz. Bu nimaga edi o'zi? Yo'q, xolik. Keng. Qoch men arbaletni qarab tashib keldim-ku. Bu bilan biz yana nimani qilsak bo'ladi biz? Xola ketdimi? Ketdi shekilli. Qoch! Xola yo'qoling. Yo'q, qo'li ham chiq. Bizamiz bo'ldi, endi chiqishimiz ancha oson. Tushadigan bo'ldi, tasha qani arbaletim. Xola kelib qopti-ku. Xola bir pas kutsangiz-chi. Keling. Qanaqa kaltaydi yo'q, qiziqmas endi. Esladim o'zim yo'q. Plus. Mana ko'p qani arbalet. Mana shumidi? Ke. Yo'q! Voy, qo'rqib ketdim. Bilmay qoldim do'stlar, men bekor yuribman oldiga. Do'stlar, va nihoyat 3-kun. Odam yuragim sekin uyg'onyapti. Do'stlar, aybga yurmaysizlar, men bu o'yinda zo'r emasman. Juda ko'p o'ynamaganman ham. Arbaletim og'ir edi, senga ovoz ko'rsataman. Qani? Xatga tushdi. Xatda o'ldim o'zi. Mana yu. Holi kelib qolmasa bo'ldi. Key. Endi bitta uramiz. Ishlarda nimadir yo'qmidi? Yo'q. Kim edi endi xola degani? Keng xola, endi kizib turdim. Oldi. Yo'qol, qoch, tush pastga, yo'qol. Tush. Kallasi bilan tushdi. Bu narsa yana pastga ham kerak edi, adashmasam. Shu manshatlardan nimadir yo'q. Yo'q bo'lmaydi. Pastga deganda men bu yoqni nazarda tutmadim, bro. Men Mamitni aytolman. Hamma joy ochib tashladik o'zi ham, do'stlar. Ochilmagan joy qolmadi. Qoldi. Manacha. Mana shu nimaga kerak tushuna olmadim. Yo'qda masalan Mamitdan edi. Avtomatda birorta bo'lagini topmadik. Bu yoqda ochish ham kerak-ku. Yo'q, Mamitdan mo'ljalga olib turib anaga tek qilsa ochiladi-yu o'zi. Tek qilsa. Va tegdi. Bu narsa crazy trap bo'lsa go'sh. O'zi nimaga ochdim o'zi men?
Yo, yot, tavba qildim. Kallasi tushib ketdi men buni. Ey bola, aytim. Yo. Yo, kallasi qimirladi. Yo, kallasi yo'qolib qoldi. Xullas men bu narsalar nimaga kerakligini bilishim kerak. Xullas do'stlar, bilib oldim men bu narsalar nimaga kerakligini. Greening ozgincha muzlatib qo'yar ekan, bo'lsa o'rgimchak chalg'itib turar ekan deb biz bir balo narsa olib olarkanmiz. Qochib tiqilib qoldim. Ey! Ye. Ye. Voy, tiqilib qoldim. Ey! Ey. Do'stlar Yo'q. Bu. Endi tiqilib qoldim. Bu qimirlamayapti. Yeppa. Deyam olamayapman. Ey! Do'stlar. Voy! Men voy yo, devor orasiga qolib ketdim men. Do'stlar, shu bilan video roligimiz o'z yakuniga yetdi. Bu narsalar rejada yo'q edi. Maqsad o'tish edi, qochish edi bu yerdan. Va biz bu maqsadga yeta olmadik. Va men bitta chiqib qolmayapman, seryoz aytaman. Bo'pti, hammaga xayr do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lgan holda.